Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan bugun 27-fevral 2026-yil Gazoblok seximizdan Gazoblok kanallarimizga video joylayapmiz. 20 ga 30-60 razmerdagi sotuvda mavjud. Mana bugun chiqqan gazobloklarimiz bular. Bugun chiqqandan singanda bu yoqda qoladi. Gazoblokga orasida penasi bormi deb so'raganlarga, yo'q, orasida pena bo'lmaydi. Orasi mana bunaqangi mayda, o'zini vakuum holatdagi teshiklar bo'ladi, issiq sovuq o'tkazmasligi uchun. Mana hech qanday pena yo'q buni orasida. Buni mana shu bitta orasida kesakmi nimadir tushib qolgan, o'shaning hisobiga ikkiga bo'linib ketgan. O'shaning hisobiga singan. Mana shu bugun 27/2026-yil 27-fevral kunidagi chiqqan gazobloklarimiz. Yasin 450 markadagi sementda qo'yamiz. Hozir gazobloklarni tepa tomondan ko'rsatib beramiz. Bismillah. Realniy holat. Avval chiqqanlari mana, lekin shu bugun chiqqan gazobloklar ustida bemalol ruxsat bo'ladi. Qanday sinib ketadigan, nojo'ya yorilib ketadigan ta'siri yo'q. Bemalol ustida yursa bo'ladi gazobloklarimiz. Realniy hech qanday montaj, qandaydir nimadir qilingan holati yo'q. Gazobloklarimizni tarkibi qum va sement. Asosiy figura qum va sement. Yana qo'shimcha o'zini maxsus mustahkamlovchi, qotiruvchi ximikatlari bor, shular qo'shiladi. Kimga gazoblok kerak, ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bor.